Assalomu alaykum, Yakub House obunachilar. Biza bugun sizlarga 400 metr kvadrat namunali uglovoy joylashgan hovliza ko'rsatamiz. Yaqinla lokatsiyani tushuntiraman. Xiva Krukdan galarashda 2 km, 3 km galasida, bu yerda Cho'loboddan yozuv bor. Ko'pirda o'tib, shundan galasida asfaltdan kirib chiqiladi. Namunali hovlijoyimizni hozir narxini ham so'raz aytib o'taman, lekin tushuntirib bering. 2 qavatli bo'ladi. Korobka holatida turibdi, shpakulovkadan chiqib, lekin уже отопительный turbalari hamma narsalari o'tib turibdi. Yaqinlar buni ina bu orqa tarafidan zakonisidan yana bir 2 etaj hovlijoy qurib bersangizlar ham bo'ladi. Chunki imkoniyati bor uglovoy bo'lgani uchun. Narxi $70,000 ozgina kelishadigan yeri bor. Yaqinlar endi hovlijoyni ko'rib chiqamiz. Yo'l usti asfaltdan kirib chiqasizlar, yaqinlar bu yerda garaj hudud ham bor, bu yerda mashina qo'yadigan hududlari bor. Beramiz garajimiz shuningdek mashina qo'yadigan joyi. Bu yerda hovliga giradigan boq tarafdan boshlab ko'rib beramiz yaqinlar. To'rda letniy tualeti bor, bu yerda shunday bog' bor. Yaqinlar bu hovli olingandan bana yashalmagan, shuning uchun shunday holatda alashtirmadingizlar. Uglovoy joylashgan yerini aytdim-ku, masalan, yana shu yerdan paxsani ochib berib, shu yerdan yana bir 2 etaj hovliga ko'tarib bersangizlar ham bo'ladi. Yaqinlar eng plyus taraflari shunda buni. Endi ichini ko'rib chiqamiz. Birimiz prixожий zona shuningdek. Bu yerda ikkinchi qavatga chiqadigan lestnitsa bo'ladi. Kirganimizdan to'g'rimiz yaqinlar bu yer zal. Shunday katta zal. Patologlar ham уже ozgina ishlab beribdilar. Bu yerda 10 qo'limiz shuningdek yuvinish tushgan, yuvinish slishkim katta tushgan, lekin yaqinlar aytib o'ting. Jacuzzi ham qo'yib bersa bo'ladi bu yerda. Bu yerda oshxonamiz. Oshxonadan bog' taraf ham chiqsa bo'ladi. Koteldan уже polniy nalarni akatdilar. Otopleniya uchun ko'rishingiz mumkin. Shpakulovkadan chiqib turgan korobka joylanma ko'p plyus yoqadi, sababi 100 kvadrat remont etib berasiz. Endi ikkinchi etajni ko'ramiz. Zinalari quyma. Ya berlamina tashak ketilgan polniy reyestr qo'ymoqqa. Garajimizda bu yerda bir xonamiz. Bu yerda ikkinchi xonamiz ve bu yerda uchinchi xonamiz. Yuqorida 3 spalni, pastda bir zal, kuxni, yaqinlar proyekt zo'r uglovoy joylashgan.